İslam e'tiqodini g'arazlik burmilashqa, puchuklashtirishga qarshi turayli. Davomi. 3. İslam dinida millatparvarlik masalasi. Millat tabiiy mavjudiyat bo'lib, inkor qilsaqmi, e'tirof qilsaqmi, baribir Alloh yaratgan barliq. Abu Musa raziyallohu anhu shundaq rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini anglagan edim. Haqiqatan Alloh taolo zaminning barliq yerdan olgan bir changal tuproqdan odam alayhissalomni yaratdi. Shunga odam bolalari tuproqning miqdoriga ko'ra keldi. Shuning uchun odam bolalari ichida oq tanlik, qora tanlik, qizil tanlik va boshqalar bor. Siliq, qo'pol, ma'bad va yaxshilarim bor. İmam Ahmed, Abu Davud, Tirmizi rivoyati. Qur'oni Karimda shundaq oyatlar bor. Ey insonlar, sizlarni biz haqiqatan bir bir ayoldan, ya'ni Odam bilan Havvodan iborat bir ota va bir onadan yaratdik. O'zaro tanishishinglar uchun sizlarni nurg'un millat va urug' qildik. Sura Hujurat 13-oyat. Qandaq bir payg'ambar avatmayli, biz uni o'z qavmiga Allohning shariatini bayon qilish uchun faqat o'z qavmining tili bilan so'zlaydigan qilib avatdik. Sura Ibrohim 4-oyat. Bizning qandaq millat bo'lib tug'ilish ixtiyorimiz bo'lmaydi. Xuddi erkak yoki qiz bo'lib tug'ilish ixtiyorimiz bo'lmagandek. Bizni qandaq millat qilib yaratish Allohning maylligi ish. Biz bo'lsak Alloh yaratgan reallikqa qulluq bildirishga, bosh egishga, qoyil bo'lishga tegishlik. Chunki biz bu maydonga kelib bo'lgan reallikni o'zgartirishga qodir emas. Shundaqla Allohning bizni qandaq millat qilib yaratishdagi mayliga qarshi chiqish yoki uningdan tenishga haqqimiz yo'q. Chunki hadisda shundaq deyildi. Kimki o'zini nasab munosabati bo'lmagan bir millatdan deb da'vo qilsa, uning joyi do'zaxdan hozirlandi. Buxoriy qisqartılması 1396-hadis, Muslim 2518-hadis. Bu hadis shuni tushuntirdiki, biz Alloh yaratgan barliqdan, mavjudiyatdan tansiq gunohkor bo'lamiz. Demak, biz sharqiy turkistonliklar Alloh tarafidan turk erki qilib yaratilganmiz. Shundaqla Allohning izni bilan sharqiy Turkiston bizning vatanimiz bo'lgandir. Bu reallik o'zgarmas reallik bo'lib, biz buningdan tansiq gunohkor bo'lganligimizni payg'ambarimizning so'zlaridan bildik. Gunohning aksi xayr, ya'ni millatimizdan Allohning yaratish haqqidan tansiq gunohkor bo'lgan ekanmiz. Aksichi bo'lganda biz bu reallikni e'tirof qilsak, aniqroq qilib aytganda bu millatni suysa qandaq bo'ladi? Endi bu savolning javobi nihoyatda oddiy albatta. Bu xulosamizning dalili sifatida yana hadisi Rasulullohdan bir hadis keltiramiz. Ubada ibn Kasir rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhissalomdan: "Ey Rasululloh, bir odamning o'z millatini suyishi millatchilik bo'lamdi?" deb so'rdim. Payg'ambar alayhissalom javob berib: "Yo'q, o'zining zolim millatiga zulm qilishda yordam berganlik millatchilik bo'ladi" dedi. İmam Ahmed ibn Majah rivoyati. 14 asr ilgari o'tirib qo'yilgan bu qarash haqiqatan Allohning mo'jizasidir. Chunki 10 necha asr o'tgan bugungi madaniyat davrida ayni shu qarash insonlarning baholash mezoni bo'lib qolmoqda. O'zining zolim millatiga yordam berishdek millatchilik bugun şovinizm yoki cho'ng millat şovinizmi deb atalmoqda. Bundaq la'natkorli atoq zolim, zo'ravon, bosqinchi millatlarga xos bo'lib, ezilgichi millatlarga to'g'ri kelmaydi. Mushu asrda Hitler ana shundaq millatchilik ideyasi bilan insonlarga baloyi afat elib kelgan edi. Faqatla nemis irqinla esil irq, xo'jayin bo'lishga, boshqa millatlarda qul bo'lishga loyiq deydigan bundaq junun Allohning yaratish haqiqatiga muxolif ideya haqqi qarshi bo'lgani uchun nihoyat tezda mag'lub bo'lgan edi. Bugungi kunda cho'ng Xitoy şovinizmi bizni va bizdan boshqa nurg'un millatlarni zulm iskanjisida tutmoqda. U holda mushundaq zulmga duch kelayotgan millatimizni so'yishimiz Alloh yaratgan barliqqa shifra keltirganimizdir. Bo'libmi mushundaq hayot mamotliq ilishishning ya mahkumlikda yo'qolish ya mavjudligimizda saqlab qolishning olqilik paytida tarixdagi har qanday vaqtdagidimi bekroq millatimizni so'yishimiz kerak. Bizning millatimizni so'yishimiz gunoh bo'ladigan yomon ish emas. Chunki bu so'ygi boshqa mo'minlarni so'yishni chekka qo'ymaydi. Asosiy aholisi musulmon bo'lgan millatimizni so'yganligimiz islomni, mo'minlarni so'yganligimizning amaliy o'rnikidir. Boshqa mo'minlarning ahvoli har holda bizga qaraganda yaxshiroq. Hech bo'lmaganda dunyo jamoatchiligi ularning haqqini, kimligini taniydi. Biz kabi xor emas, biz kabi so'ygiga muhtoj emas, biz kabi istoshlikka muhtoj emas. Ikkinchi tarafdan o'zining millatini so'ygichi, so'ygini biladigan kishidir. Undaqkan uning mehribon diliga butun dunyo mo'minlarining so'ygisi sig'di. O'z oila afrodini,
balvaqisini söymagan odamning mo'minlarning manfaati uchun, shularning ziminlari uchun boshqa yerda jon berishiga ishonganlar bormi? Shundaq sevgiga to'lgan qalblar mehribon qalbidir, sadoqatli qalbidir. O'z yaqinlarini söymagan, o'z yaqinlariga jon qoqmaydigan odamlarning qalbida sevgining bo'lishi, boshqa mo'minlar uchun jon pido qilishi gumonliq emasmi? Mo'minlar shuni bilishlari kerakki, bizning Allohimiz Rahmanur Rahim, nihoyatda mehribon va shafqatli zot. Bizning payg'ambarimiz bo'lsa, ketganlar va keldiganlar ichida tangdishi bo'lmagan muloyim, bag'ri yumshoq payg'ambar. Shunga zolimlik, qo'pollik, so'ygini bilmaydigan qitug'urlik, keyinchilik mo'minlarning sifati emas. Ya'ni shu hadislar bilan so'zimizni xuloslaymiz. Zimindagi kishilarga rahim qilinglar. Sizlarga osmondagi zot rahim qiladi. Kishilarga mehribon bo'lmagan odamga Alloh mehribon bo'lmaydi. Mehribonlik faqat shaqiy odamdinla ko'tarilib ketadi. Buxoriy, Muslim rivoyati. Yuqorqi dalillardan va muloyizlardan millatni so'yish bilan islom dinining yoki dinni va boshqa mo'minlarni so'yishning qarama-qarshi emasligini ko'rib olishga bo'ladi. Bundaqkan bugungi dunyoda mehribonlikqa, esdoshlikqa, so'ygiga hammadan muhtoj bo'lgan millatimizni so'ysak, uning uchun xizmat qilsak nemishki bo'lmaydi ekan? Buning nari gunoh? Acaba bizning millatimiz mo'minlarning avlodi emasmikan ya? Allah bizning so'ygimizga muhtoj emas. Yuqorqi mazmunlarda ifodalangan ruh bo'yicha ma'naviyat Allohga atalgan modda, konkret foyda-manfaat insonlarning o'zlariga tegishlidir. Ya'ni Allah bizning so'ygimizga muhtoj emaskan, u holda Allohga bo'lgan so'ygi konkret holda Allah yaratgan maxluqqa, xususan mo'min millatimizga bo'lgan so'ygilarda ifodalandi. Allah yaratgan yaratilish haqiqatini so'yishda ifodalandi. Ba'zi kishilar millatga bo'lgan so'ygini islomga bo'lgan so'ygi bilan qarama-qarshi qo'yib, g'arazlik holda islom e'tiqodini burmiladi. Ularning tor ko'ngliga ikki so'ygi bir vaqtda sig'masmish. Bizning qarshimizcha bu yerda qandoqdir ikki xil so'ygi mavjud emas. Balki bir xil narsaning ikki xil holati, modda holati va idrok, ya'ni ma'naviyat holati xolos. Ammo bu bechoralarning junun aqli, falsafaviy tushunchalarini tushunish va ifodalashga yaramsiz bo'lganlikdan ana shundaq biljirilgan. Masalan, islomni so'yish bir xil abstrakt tushuncha xolos. Uning konkret shakli musulmon xalqni so'yishda ifodalanadi. Undaqkan, asrlardan beri musulmon sifatida yashab kelayotgan millatimizni so'yganligimiz, musulmonlarni so'yganligimiz bo'lmay nima bo'ladi? Bu odamlar ana shu junlarcha sapsatisining xulosasi sifatida nurg'un qarindoshlarimizning ko'nglini g'ash qiladigan bundaq talvi qarashlarni o'ttirib qo'ydi. U bo'lsa-mu, millat uchun urush qilib o'lganlar shahid bo'lmaydi degandan iborat. Yuqorqi dalil va muloyizlarimiz bu bema'ni fikrdan mezini cho'p tashlashga yetarli bo'lsa-mu, suv tushgan ishni iflab urish tamsili bo'yicha bir hadis orqali qarashlarimizni mustahkamlaymiz. Said ibn Zayd rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: bir odam melini qo'g'dab o'lib ketsa shahid, o'zining ahlini qo'g'dab o'lib ketsa shahid, o'z dinini qo'g'dab o'lib ketsa shahid, o'zini qo'g'dab o'lib ketsa shahid. Buxoriy, Abu Davud, Termiziy, Nasai rivoyati. Ro'shan ko'rinib turibdiki, o'zining ahli bu yerda millatga ishoratdir. Buningdan shak bor degichilar o'zini qo'g'dab o'lib ketsa shahid deganga nima deydi ekan? O'zini, shaxsni qo'g'digandan o'zining millatini, jamoatni qo'g'diganning oliy janobroq ish bo'ldiganligi, o'zining melini, shaxsiy mulkini qo'g'digandan vatanini, jamoatning mulkini qo'g'diganning oliy janobroq ish bo'ldiganligi munozara talab qilmasi kerak. Biz bu munozara va selishtirma bayonlardan aniq his qila olamizki, ba'zilar islom diniga kufr deyiga chatlashqa, kishilarga islom dinini qop-qorong'u jangal qilib ko'rsatishga, puchak, zeb fikrlarga to'lgan, tor va insonni qiynaydigan bema'ni bir narsa qilib ko'rsatishga urinmoqda. Davomi bor.